Sizlar bilan birgalikda ushbu misolni ko'rib ketamiz. Bizda m bilan n natural son deyapti. Yig'indisini so'rayapti m bilan n ni. Qanday topamiz? 2 m plus 2 n barobar 160 ni 32 ko'paytirib 5 deb olamiz. 2 m plus 2 n darajasi barobar 32 ni 2 ni 5 darajasi ko'paytirib 5 ni 4 plus 1 deb yozib olamiz. Shunda qoladi bizda 2 m plus 2 n barobar 2 ni 5 ko'paytirib 4 2 ni kvadrati deymiz. Plus 1 2 ni 0 darajasi deb olamiz. Keyinchalik qavslarni olib chiqamiz. Qani? 2 m plus 2 n barobar bunga bu ko'payadi. 2 ni 5 ko'paytirib 2 ni kvadrati plus bunga bu ko'payadi. 2 ni 5 ko'paytirib 2 ni 0 darajasi. Endi biz ko'paytirish xossalarida bilamiz. Asoslari bir xil bo'lsa, darajalar qo'shilib ketadi. Qoladi shunda bizda barobar 2 ni 5 plus 2 darajasi, ya'ni 2 ni 7 plus 2 ni 5 plus 0, ya'ni 5. Shunda bizda keladi, ayniyat qilib olsak shu joyni m kelib chiqadi 7 ligi, m kelib chiqadi 5 ligi. Ikkalasini qo'shib yuborsam 12.